Assalomu alaykum barchaga. Endi mana bu savolni yechim qilamiz. Demak, geometrik savol quyidagicha sharti: teng yo'lli ABC uchburchakning yon tomoniga o'tkazilgan AD bisektrisa uchburchak yuzlarini mos ravishda S1 va S2 bo'lgan. ABD va ADC uchburchaklar ajratadi. ABC uchburchak asosini topish kerak. Demak, uchburchak chizsak, A mana bu B, mana bu C bo'lsin. AD bisektrisani o'tkazaman. Alfaga ajratsin. Mana bu yuzi S1, mana bu esa S2. Endi teng yo'lli degani uchun mana bu burchak ham 2 alfa bo'lib qoladi, aniq. Endi yon tomonlarni A dan deb olaylik. AC asosini esa X deb qarasam, mana shu X ni topishim kerak bo'ladi. Savolda shuni so'ragan. Endi bisektrisa xossasidan quyidagicha yozishim mumkin. Mana bu A ni X ga nisbati BD bilan CD ni nisbatiga teng. Bundan kelib chiqadi A ni X ga nisbati S1 ni S2 ga bo'lganimga ham teng bo'ladi. Bu yerdan A ni topib qo'yaman. A yim S1 taqsim S2 kara X bo'lib qoladi. Endi ABC uchburchak uchun yuza yozsam, xo'p, A ko'paygan X ko'paygan sinus 2 alfa taqsim 2 bizada yuza demak S1 qo'shilgan S2 da mana shuni beradi. Bu yerdan men sinus 2 alfani topaman. Sinus 2 alfani topsam, xo'p, 2 ta qavsda S1 qo'shilgan S2 taqsim A X bo'ladi. Endi A ni o'rniga qo'ysak bo'ladi. Mana bu yuqoridagisini yana soddalashadi bu. Demak, mana bu yerdan yozaveraman. 2 qavsda S1 qo'shilgan S2 taqsim, xo'p, A ni joyiga S1 taqsim S2 X ko'paygan yana X. Endi S2 ni suratga chiqarsam, 2 ta S2 bo'lar ekan. Qavsda S1 plus S2 taqsim S1 X kvadrat bo'ladi. Demak, qaytadan yozib qo'ysam, mana bu yerdan sinus 2 alfa barobar 2 ta S2 qavsda S1 plus S2 taqsim S1 X kvadratga teng ekan. Mana buni nimaga topganimni keyinroq aytaman. Endi uchburchak uchun, mana bu burchak uchun 2 alfa uchun kosinuslar teoremasini qo'llayman endi. Mana buni birinchi ish deb belgilaylik. Mana bu ikkinchi ish bo'ldi. Endi uchinchi ish deyman. Demak, o'sha burchak qarshisida A bor. Demak, A kvadrat tenglik qolgan tomonlari A bilan X. A kvadrat qo'shilgan X kvadrat minus 2A ko'paygan X ko'paygan kosinus 2 alfa bo'ladi. Bu yerdan mana bu A kvadratlar ketdi. Demak, bir tomonga o'tkazsam X kvadrat teng bo'lib qoladi. 2AX kosinus 2 alfa bo'ladi. X lar qisqaradigan bo'lsa, X 2A kosinus 2 alfa ga bo'ladi. Bu yerdan kosinus 2 alfani topaman men. Kosinus 2 alfa X taqsim 2A bo'ladi. Buni ham soddalashtiradigan bo'lsam, endi X taqsim 2 A ni o'rniga yuqorida topgan edik mana. S1 taqsim S2 X ni qo'yaman. X lar qisqaradigan bo'lsa, demak bu S2 taqsim 2 S1 bo'lar ekanda. Endi yozib qo'yaman. Kosinus 2 alfa teng ekan S2 taqsim 2 S1 ga. Mana
Endi nimaga topilgani ma'lum bo'lib qoldi o'zi. Bu yerdan sinus 2 alfani x bilan s1 s2 moslab topdim. Kosinus 2 alfani ham s1 bilan s2 ga bog'liq topdim. Endi bizada ayniyat bor. Bu ham bo'lsa sinus kvadrat 2 alfa qo'shilgan kosinus kvadrat 2 alfa teng 1. Mana shu ayniyatdan foydalanaman-da, ikkalasini o'rniga keltirib qo'yib topaman. O'rniga keltirib qo'yadigan bo'lsam, nima bo'ladi? Demak, ikkita s2 qausda s1 qo'shilgan s2 taqsim s1 x kvadratning kvadrati qo'shilgan s2 taqsim 2 s1 ning kvadrati barobar 1. Endi videoni vaqtini shunchaki uzaytirib yuborishim mumkin. Mana shu soddalashtirib x topilsa oddiy s1 s2 lar bu yerda son deb qarash mumkin, berilgan chunki x ga bog'liq oddiy tenglama bu. Mana shu tenglama soddalashtirilib agar x topiladigan bo'lsa, bizada x quyidagicha chiqadi. Birdaniga yozib qo'yaman. Demak, x teng bo'lar ekan 2 ildizda s2 ko'paygan qausda s1 qo'shilgan s2 taqsim mahrajda esa 4-darajali ildizda 4 s1 kvadrat minus s2 ning kvadrati bo'lib qoladi. Demak, bizada yuza mana shunga teng bo'lar ekan. Yuza emas, asosi mana shunga teng bo'lar ekan. Shu bilan yechimimiz yakuniga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.